Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Charchang. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz? Men Farhod Bobosharipov. Qarshi tuman Chiroqli qishlog'idan. Operatsiya qachon bo'lgan aka? 2024-yil 27-sentyabrda bo'lgan. Saqizda ko'p narsalar aytishdi, har xil priключениyalar bo'lgan ekan deyishdi. Sarguzashtlar. Sal gapirib bersangiz aka, nima bo'lgan? Qanaqa holatda bo'lgansiz? Ketishingizdan oldin, operatsiyadan keyin qanaqa holatda? Undan keyin hayotingiz qanday mana davom etib ketyapti? Men oldin operatsiya ketishimdan oldin gepatit B bilan chalinganman, jigar kasalligi bilan. Keyin rosa davolandim. Shu ustida natijasi yo'qligini bildim, davolanishni. Keyin doktorim Umid Usmonov menga maslahat berdi. Shu oxirgi iloj shu jigar almashtirish. Keyin Shinon med bilan bog'landik. Gulyopa bilan. So'ng u kishi menga qog'ozlarimni yig'ishdi, aytdi, taxladim, dokumentlarimni hammasini. Shu orada endi o'zim eslay olmayman, lekin hamma hujjatlarimni o'zim qilganman. Da, rosti o'zim eslay olmayman. Даже uydan chiqib ketgan holatimni ham ozmoz eslayman, nima bo'lgan bilmayman. So'ng yo'lga ketganimcha ham Toshkentga borganimcha ham ancha qiyinchiliklar bilan borganman uydan chiqib. Aeroportda ham juda qiyinchilik bilan yurishim, harakatim og'ir bo'lgan, o'tganman. Keyin u yoqqa Xulkirayopa bilan birga ketdik. Keyin borganimizdan so'ng aeroportdan o'tdik. Oxirgi marta eslagan narsam bitta qora mashinaga minganman-da. Bo'ldi. U yog'ini eslay olmayman. Keyin uyg'onayotgan vaqtim rosa ozroq qiyinchilik bilan uyg'onib oldimda. Bunday qarasam, o'zi uyg'ongan ekanman. O'zimni tirikligimni his qildim birinchi bo'lib. Lekin yangi onadan tug'ilgan yosh boladek, sevijo uyg'ondim, uyda yotib uyg'onganday bo'lib. Lekin operatsiya bo'lganligimni o'zim bildim. Keyin bilsam, o'zi men aeroportdan tushgandan keyin o'sha mashina o'zida komaga tushgan ekanman. 44 soat ichida komadan chiqib operatsiya bo'lgan ekanman-da. 18 kun tepada больницада yotdik, reanimatsiyada, keyin 2 kun pastga tushdik. Keyin gostinsiyga ketdik. Holatim zo'r. Shundan beri Xudoga shukr, biron joyimda og'riq yoki atkas bo'lgan joy yo'q. Hayotga qaytganimdan o'zim ham xursandman, rosti. Avvalo ko'pchilikning duosi, avvalambor Xudoyim taolani qarashgani. Men uchun shu yerda doktor Vivek, shuni jamoasi hamda Shinon jamoasi, endi shular ham hissasi kuchli, hissasi. Avvalambor Xudoyimga rahmat aytaman. Alhamdulillah. Shu yerda menga jamiki kimlar yordam bergan, duo qilgan bo'lsa, umrlari ziyoda bo'lsin. Shinon med jamoasi ham tavalari bundan ham yuqori bo'lsin. Shu kasallikni eshitganingizdan keyin qanaqalar chiqqan? Boshida masalan uchun jigar sirrozi deb aytadi-ku. O'zingizdanmi yo'qdan chiqqaningizda? Boshida nima his qilgansiz? Men bilmaganman bunday jigar kasalligini, bunday og'ir darajalarga olib kelishini, bunday qornimga suv yig'ib, o'zim bilmaganman rostda. Davolansam tuzalib ketsam kerak. Tabibdan davo topsa bo'ladi deydi. Tabiblarning ham foydasi yo'q ekan. Men bemorlarga nima deyman? Jigar sirrozga chalindimi, gepatit B bo'ldimi? Foydasi yo'q. Foydasi. Tabiblarning ham foydasi yo'q. Men ko'rganman hammasini. Kim bo'lsa ham o'zi tadbirkorlik nisbatan yo'l uradi. Shifokorlar esa qo'lidan kelgancha davolashga harakat qiladi, lekin u ham vaqtinchalik. Bildim. Oson iloji boricha shu
almashtirish yo'l menimcha ma'qul deb bildim. Men shu kelganimdan beri Xudoga shukr, davolanganim yo'q, narsa qilganim, sog'lom odamda yashab yuribman. Oldin qanday yashab yurgansiz? Oldin qanday yashab yurganman, xuddi shunday yashab yuribman. Sog'lom hayotga qaytish. Ketishdan oldin mana misol uchun tayyorgarliklar ko'riladi. O'shanda oldingizda bo'lgan insonlar bo'ladi. Qaytib kelganingizdan keyin hali ham shu insonlar oldingizda hali ham podдержка qilib yordam bermana qilib yurishadi. Ketishingiz oldi yoningizda bo'lgan insonlardan ko'ra qaytganingizdan keyin yo'q insonlar ko'proq paydo bo'ladi. Chunki men shunday deb bilaman, qolganlarni esa bilmayman rosti. Kimdir mol dunyoyingiz bo'lsa, shuni orqasidan o'zingizdan ergashadi ketishingiz oldi. Agar hech narsangiz bo'lmasa, o'sha vaqtda ham o'zingizda hech kim bo'lmaydi. Qaytib kelib yana o'zingizni tiklagan vaqtingiz o'sha yo'qotgan odamlar yana yoningizga qaytishga harakat qilishadi. Shaxsan men hayotimda shunday narsa bo'lgan. Bo'lib kelyapti ham. Rosti, bu hayotda bo'ladigan narsa menimcha. Doimiy bizdan oldingilardan ham bo'lgan, bizdan keyingilardan ham bo'ladi. Bunga tajribalanishni hojati ham yo'q. Hozirda hayotingizni yanada yaxshiroq qilib qilayotgan narsalar, motivatsiyalardan nima bor? Sizda nima? Men rosti Hindistondan kelganimdan keyin o'zimni umuman kasal deb bilmadim. Kelgan vaqtimdan boshlab, o'zi asli kasbim chorvachilik. Asli kelib qilish ishim chorvachilik. Shu yana keldim-u, o'sha ishimga undab ketdim. Men o'zimda kasalman, men uyda yotishim kerak, parhez qilishim kerak diyet. Lekin rosti parhez diyetlar qilaman, vaqtida qilaman. Lekin kelganimdan beri yurishimda, narsamda hammasini dashta o'sha chorvachiligimning orqasida qilaman. Asnoviy. Hamma narsam men uchun o'sha yerda bitta asnoviy. Meditatsiya ham, sport ham, ish ham hammasi o'sha yerda bitadi. O'zimda bunday kasalman deb his qilmayman-da. Chunki kasal emas. Chunki kasal emasman bilaman o'zimda. Kelganimdan beri shunday odamlardan qochish, narsa qilish, umuman xayolimga ham keltirmayman. No'g'ri, odamlar ko'rgan vaqtim kulib qarab turishga harakat qilaman. Akajon, rahmat katta, vaqt ajratib qilganingiz uchun. Shunday sog' salomat bo'lib aka, hamma bilan birga bo'lib qilib yurganingiz uchun rahmat katta. Juda ham xursand bo'ldik. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat katta. Xo'p, charchanglar.